Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Efirda axborotning navbatdagi soni, studiyada Jamshid Muzoqov. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyatiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari hududda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, turizm va boshqa sohalardagi loyihalar bilan tanishdi. Prezidentimizning Farg'ona viloyatiga tashrifining birinchi kunida Qo'qon shahridagi Yangi O'zbekiston massivida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Shundan so'ng Farg'ona vodiysi shaharlarini bog'lovchi yangi elektropoyezdda Qo'qondan Marg'ilonga keldi. Quvasoy shahrida bo'lib, Crown Ceramic qo'shma korxonasida ishlab chiqarish jarayonini ko'zdan kechirdi. Shuningdek, Quva Agrostar korxonasi Quva tumanidagi agrovoltaika texnologiyasi joriy etilgan qishloq xo'jaligi majmuasi. Farg'ona vodiysida bugun oddiy bir agroloyiha emas, balki qishloq xo'jaligining kelajagini bir belgilab beradigan ulkan o'zgarishlar maydoni shakllanmoqda. Bu yerda yer, quyosh, suv va inson mehnati bir nuqtada uyg'unlashi mutlaqo yangi iqtisodiy tizim, agrovoltika modeli hayotga tatbiq etilyapti. Bu tashabbusning mohiyati shundaki, endi yer maydoni faqat ekin ekish uchun emas, balki bir vaqtning o'zida elektr energiyasi ishlab chiqarish, suv resurslarini tejash, yuqori daromadli mahsulot yetishtirish va yangi ish o'rinlarini yaratish manbai sifatida ham xizmat qilmoqda. Ya'ni bitta hududda bir nechta iqtisodiy samara shakllanyapti. Prezidentimiz tomonidan so'nggi yillarda bevosita qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, har qarich yerdan unumli foydalanish va suv tanqisligi sharoitida tejamkor texnologiyalarni joriy etish, eksportbop mahsulotlar hajmini oshirish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha belgilab berilgan bevosita bir vazifalar Farg'onada amalda o'z ifodasini topmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyatiga tashrifi doirasida Quva tumanida agrovoltaika texnologiyasi joriy etilgan qishloq xo'jaligi majmuasi bilan tanishdi. Afsuski, ochiq aytish o'rinliki, ko'p yillar davomida muomaladan chiqqan, unumdorligi past yoki foydalanilmay yotgan yer maydonlari mamlakatimizda iqtisodiy imkoniyat sifatida to'liq ishga solinmagan edi. Farg'onadagi mazkur tashabbus ana shu muammoga aniq yechim bo'ldi. Loyihaning asosiy maqsadi samarasiz yerlarni qayta tiklab, ularni yuqori qo'shimcha qiymat yaratadigan agrosanoat hududiga aylantirishdan iborat. Bu joyda yer faqat mahsulot yetishtirish manbai emas, balki energiya, ish o'rinlari, eksport tushumi va innovatsiya manbaiga aylanmoqda. Prezidentimiz kuni kecha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida barcha darajadagi rahbarlar bugungi murakkab vaziyatda natija uchun shaxsan mas'ul ekanini ta'kidladi. Iqtisodiy o'sishni ta'minlash, inflyatsiyani jilovlash, ish o'rinlari yaratish, eksportni ko'paytirish, investitsiya sifati va tadbirkorlar muammolarini hal qilish har bir rahbar faoliyatining asosiy mezoni bo'lishi belgilandi. Farg'onadagi ushbu loyiha ham prezidentimiz ta'kidlagan masalalar sari muhim qadam bo'ldi. Davlatimiz rahbari kelgusi yillarda aynan shunday yondashuv qishloq xo'jaligidagi eng muhim tendensiyaga aylanishini qayd etdi. Chunki yer maydoni cheklangan, aholi esa o'sib bormoqda. Demak, har bir gektar yerdan olinadigan iqtisodiy samarani bir necha barobar oshirish davr talabi hisoblanadi. Yurtimizda qishloq va suv xo'jaligida energiya sarfi ortib borayotgani hisobga olinib, yashil energiya quvvatlarini ko'paytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Agrovoltaika usuli bir yerning o'zida ham mahsulot yetishtirish, ham quyosh panellari orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi. Hisob-kitoblarga ko'ra, mamlakatimizda agrovoltaika yo'nalishida 10 gigavatgacha quvvat yaratish salohiyati mavjud. Bu yondashuv O'zbekiston sharoitida, ayniqsa quyoshli kunlar ko'p bo'lgan hududlar uchun samaralidir. Agrovoltaikaning yana bir muhim afzalligi iqlimga moslashuvchanlik. Farg'onaning issiq yoz sharoitida panellar yerda tabiiy soya hosil qiladi. Bu orqali tuproq namligi uzoq saqlanadi, bug'lanish kamayadi, suv sarfi qisqaradi. O'simlik stress holatiga tushmaydi. Hosildorlik oshadi. Ya'ni quyosh panellari bu yerda ikki vazifani bajarmoqda. Osmonda energiya, yerda baraka. Bu joylarda mana shunday bir suvli maskanlar paydo qilish uchun ishni nimadan boshladingiz? Qay darajada sizga davlat ko'makchi bo'ldi? Hurmatli prezidentimiz 2021-yil Navoiyda birinchi quyosh panellariga asoslangan elektr stansiyani ochib berishlarida Mazdar kompaniyasi tomonidan o'sha yerda aytgan gaplar har doim esimda turadi. Mana shu quyosh panellari tagiga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirsak, biz qancha yerdan samarali foydalanamiz derlar. Hurmatli prezidentimizni tadbirkorlarga bergan keng imkoniyatlari tufayli biz mana har bir quyosh paneli uchun, har bir ko'chat uchun, har bir tomchilatib sug'orish uchun beriladigan subsidiyalarni olishga muyassar bo'ldik. Har bir qazilgan qudug'imiz uchun elektr energiya hozirgi dunyo bozorida eng qimmatbaho noyob bir resursga aylanib bormoqda. Bu resursni o'zimizni Jannatmakon o'lkamizda 9 oylik quyoshli kunlarimiz bor. Agrovoltika uslubida
quyosh panellaridan o'zimizni bog'imizga ketadigan sarf xarajat, kelajakda bog'imizdan chiqqan mahsulotlarni qayta ishlash va undan chiqqan mahsulotlarga sarflanadigan elektr energiyalarni o'zimiz qoplash maqsadida 5 megavatli elektrostansiyani tashkil qildik. Bu degani 7,5 million kilovat soat degan. Bu 7,5 milliard so'm yiliga tejamkorlik deyilgan. Jahon bankini, Biznes rivojlantirish banki tomonidan imtiyozli kreditlar asosida 1 million dollardan oshiq kreditlar oldik. Va biz bu narsalardan ilhomlanib shunday katta sanoatlashtirilgan agro klasterini tashkil qilishni niyat qildik. Mana hozirgi kunda faqatgina uzum emas, uzumni tagiga ikkilamchi mahsulotlar. O'tgan yili oshqovoq ekkandik, juda shirin oshqovoq, bozorimiz bor, eksportga ham jalb qilgan. Yana bu yil qovun, tarvuz ekdik. Bu degani qo'shimcha qiymat tashkil bo'ladi. 110 gektar maydonni egallagan majmuada intensiv bog'dorchilik, chorvachilik va baliqchilik yo'nalishlari uyg'unlashtirilgan. Bu qayta tiklanuvchi energiya manbalari va suv tejovchi texnologiyalar joriy etilgan mamlakatimizdagi ilk agromajmualardan biri hisoblanadi. Hududda 10 mingga yaqin quyosh paneli o'rnatilgan. Ular elektr energiyasi ishlab chiqarish bilan birga tuproq namligini saqlash va ekinlar uchun soya hosil qilishga xizmat qiladi. Baliqchilik hovuzlarida kislorod berish jarayoni elektr energiyasi hisobiga amalga oshiriladi. Hovuz suvi esa mineral moddalarga boy holda uzumzor va bog'larni oziqlantirishga yo'naltiriladi. Chorvachilik yo'nalishida qoramollar quyosh panellari soyasida saqlanadi. Bog' hududidagi o'tlar bilan oziqlanadi. Organik o'g'it esa yer unumdorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu tariqa majmuada energiya, suv, ozuqa va o'g'it bir-birini to'ldiruvchi yagona tizimga birlashtirilgan. Bunday tizim qishloq xo'jaligi, energetika va chorvachilikni o'zaro bog'lab, yerdan 2 karra samara olish, mahsulot tannarxini pasaytirish va bozorda raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Eng muhimi bu fermerlar daromadlarini ko'paytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga xizmat qiladi. Loyihaning asosiy yo'nalishlaridan biri uzumchilik. Hozirda agromajmuada uzumning eksportbop avatar navi yetishtirilyapti. 50 gektar maydonda 120 ming tub avatar navli uzum ekilgan. Ushbu nav eksportbopligi, tashqi ko'rinishi, tashishga chidamliligi va yuqori bozor bahosi bilan ajralib turadi. Yillik quvvat 3000 tonna mahsulotni tashkil etadi. Biroq loyihaning afzalligi shundaki, bu yerda faqat uzum sotish bilan cheklanilmaydi. Qayta ishlash orqali qo'shimcha qiymat zanjiri yaratiladi. Yangi uzum, mayiz, sharbat, konsentrat, biopreparatlar uchun xom ashyo. Olimlar, iqtisodchilar ta'kidlashicha, qayta ishlash darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlar agrar sohadan ko'proq daromad oladi. Shu nuqtai nazardan Farg'ona tajribasi muhim ahamiyat kasb etadi. Farg'onada barpo etilayotgan ushbu agromajmua bir haqiqatni yana bir bor namoyon etmoqda. Taraqqiyot bu faqat binolar yoki raqamlar emas, taraqqiyot bu aql, innovatsiya va samarali boshqaruvdir. Yerdan oqilona foydalanish, quyosh nurini iqtisodiy qiymatga aylantirish, har tomchi suvni tejash va inson mehnatini daromad manbaiga aylantirish. Yangi O'zbekiston taraqqiyot modelining bevosita aniq ifodasidir. Bugun Farg'onada boshlangan bu tashabbus ertaga butun bir mamlakat qishloq xo'jaligida yangi standartlarga aylanishi mumkin. Chunki bu yerda yaratilayotgan tajriba oziq-ovqat xavfsizligi, eksport salohiyati, qolaversa energiya mustaqilligi va aholi farovonligining bir vaqtni o'zida ta'minlashga xizmat qiladi. Eng muhimi, bu loyiha inson va tabiat manfaatlari bir nuqtada uchrashishi mumkin bo'lganligini isbotlamoqda. Agar yondashuv to'g'ri bo'lsa, imkoniyatlar cheklanmaydi. Farg'onadagi bu majmua bir hududdagi qurilish emas, bu mamlakat kelajagiga qo'yilgan mustahkam poydevordir. Yangi O'zbekistonda yerga munosabat o'zgarmoqda. Mehnat qadri oshib boryapti. Bevosita qishloq xo'jaligi esa yangi davrga qadam qo'ymoqda.